diafragma. Diafragma muskuli, demak bu oddiy qilib oladigan bo'lsak, ko'krak qafasi bilan demak bizlarda bo'lyapti qorin devorini, demak peritonium pareitali qorin devorini o'rtasidagi chegara deb olsagan bo'ladi. Ikkala mana juda yaxshi berilgan ko'krak qafasida mana biz ko'rib turibmiz. Ko'krak demak bizlarda bo'lyapti yuqorgi tomonda o'sha ko'krak bo'shlig'i, diafragmaning ostida esa qorin bo'shlig'i va qorin bo'shlig'ida joylashgan a'zolar. Bizni diafragmadan ajratib turadigan narsa yuqoridan demak bu yerda bo'lyapti o'pkani qoplab turgan tashqaridan plevra pardasi chegaralasa, ichkari tomondan demak bizlarda qorin parda peritonium pareitali demak past ichki tarafidan demak diafragmani chegaralab turar ekan joylashgan joyi. Endi vazifasiga keladigan bo'lsak, o'zi umumiy diafragmani vazifasi demak nafas olishda ishtirok etish. O'sha demak ko'krak qafasini faol harakatlantirish. Endi tuzilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak diafragmani mushak qavati va mushaklarni markazga qarab yo'nalgan demak pay hosil qiladi. Bu centrum tendiniumni payli markazni hosil qilyapti. Oq rangda ko'ryapmiz, ya'ni diafragmani o'rta qismini. Mana shu centrum tendinium demak bizlarda diafragmani markaz qavatga qarab harakatlanadi. Boshlanish joyi deganda bu bizlarda demak uchta qismdan iborat. Diafragma hozir ko'rib chiqamiz. To'shdan boshlanadi, qovurg'alardan boshlanadi va orqa tomonda bel qismidan boshlanadi. Bel umurtqalari va bel sohasidagi qovurg'alardan. Mana shularni hozir alohida ko'rib chiqamiz. O'rtada esa markaziy demak payga, centrum tendiniumga bog'lanadi. Mana shu centrum tendiniumga bog'lanishda uchta teshik hosil bo'ladi bizlarda. Demak, qizil o'ngach uchun hozir ko'rib chiqamiz, aorta uchun va bizlarda beriladi demak vena cava inferior, ya'ni pastki kavak vena o'tadigan demak teshikni hosil qilib beradi. Bularni hozir har birini demak ko'rib chiqamiz. Rasmlarda shakli va joylashgan joyi ko'rsatilgan. Endi diafragmani uchta qismdan iborat. Hozir aytib o'tdim. Diafragmani pars lumbarius bel qismi, pars costalis demak bizlarda qovurg'a qismi va pars sternalis to'sh qismi, uchta qismga ajratib o'rganamiz bizlar. Chunki mana shu qismlaridan boshlanar ekan. Agar bizlar o'sha bel qismidagi umurtqa oldingi yuzasidan va o'ng va chap oyoqchalar demak crurus dextrum va crurus sinstrumlar hosil bo'ladi. Bizlarda ya'ni diafragmada ikkita oyoqcha mavjud. O'sha bel qismida ikkita oyoqcha, o'ng va chap oyoqcha crurus dextra va crurus sinstra. O'ng oyoqcha birinchidan 4-gacha bo'lgan bel umurtqalarining tanasini oldingi qismidan yuzasidan hosil bo'lsa, chap oyoqchasi crurus sinstrum birinchidan 3-gacha bo'lgan demak bel umurtqalarining o'sha tanasini oldingi qismidan hosil bo'ladi. Shuning uchun ham demak bizda o'sha diafragmani o'ng oyoqchasini biroz yaxshiroq rivojlangan va biroz yirik, sal shakl jihatdan chap tarafdagidan demak yirikroq bo'ladi va agar tepaga qarab yo'naladida bizlarda hosil qiladi hiatus demak aortikusni bizlarda hosil qilib beradi. Ya'ni aorta qon tomirini bizlar bilamiz. Aorta qon tomiri demak yoy hosil qilgandan keyin ko'krak aortasini hosil qiladi va ko'krak aortasi qorin aortasini hosil qilish uchun aynan mana shu hiatus demak aortikus aorta teshigi orqali qoringa tushadi va ana undan keyin qorindagi demak aorta, ya'ni o'sha qorinni o'zini chigali, ya'ni ciliacus, arteriya ciliacuslar hosil bo'ladi aynan shu teshikdan o'tgandan keyin. Ikkinchisi, xuddi shu demak birinchi o'ng va chap oyoqcha tepaga qarab yo'nalganda yana hosil qilyapti hiatus esophagealis, ya'ni qizil o'ngach teshigini hosil qiladi. Bu yerdan qizil o'ngachni demak ko'krak qismi qorin qismiga o'tadi. Ya'ni bizlarda qizil o'ngachni ko'krak, qorin va halqum qismi bor. Uning aynan ko'krak qismi qorin qismiga mana shu teshik orqali o'tadi. Keyingisini oladigan bo'lsak, 3-teshikchamiz ham bor. Bu foramen vena cava deyiladi. O'sha vena cava o'sha demak bizlarda pastki kavak venamizni qorindan ko'krakka demak o'tishi uchun hosil bo'lgan teshikni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda bizlar bilamiz vena cava superior bilan inferior, pastki kavak venamiz agar umumiy tanamizni oladigan bo'lsak, mana shu ko'krak sohasi, o'sha qo'ldan sohasidan pastdan joylashgan barcha organlardan borayotgan vena qoni vena cava inferiorga to'planib, shu teshik orqali yurakning o'ng bo'lmachasiga demak o'tib ketadi va o'ng bo'lmachasiga quyiladi. Mana shu teshik demak o'sha vena cava inferiorni o'tadigan qismi hisoblanadi. Endi bu yerda nimani hisobga olish kerak? Bu yerda o'ziga xosligi 3 ta demak bizlarda
uchburchak bor. Bu trigonum deyiladi, yangi atama emas, boshidan o'rganib kelyapmiz. Demak, bizlarda tush qismi, ya'ni pars sternalis bilan pars costalis qovurg'a qismining o'rtasida demak uchburchak bor, trigonum sterna costalis deyiladi. Demak, tush qovurg'a uchburchagi deb aytiladi. Ikkinchi uchburchagimiz esa mana o'ng va chap tomonda olsak, u 3 ta bo'ladi, lekin o'sha belga tegishlisi. Demak, bizlarda mana bu pars lumbarius bilan pars demak costalis qismi ikkalasi qo'shilayotgan joyda trigonum demak bizlarda bo'lyapti lumbocastarius, ya'ni bel qovurg'a uchburchagi hosil bo'ladi. Buni ahamiyati nimada? Aynan ertaga sizlar operativ jarrohlikda, ya'ni o'qda fani bor, klinik anatomiya fanida o'tilayotganda agar o'sha ko'krak bilan qorin sohasini o'rtasida hosil bo'layotgan grijalar, masalan o'sha churralarni oladigan bo'lsak, ko'pchilik holatda mana shu demak mushaklar bilan o'ralmagan uchburchaklarda hosil bo'ladi, o'sha tepada yo pastga o'tadigan. Sababi bular bu yerda shunchaki qorin parda bilan tepadan demak o'sha o'pkani o'rab turgan plevra pardasi ikkalasi bir-biri bilan ajratib turganini ko'rishimiz mumkin. Endi birinchisi hozir pars lumbarius qismini o'tdik. Ikkinchisi demak pars costalis deyiladi, diafragmaticus, ya'ni qovurg'a qismi. Bu yerda tush bilan belning o'rtasida joylashadi. Bu ham demak bizlarda qovurg'alardan boshlanyapti-da va o'rtada o'sha centrum tendinium oq demak payiga bog'lanib ketib, o'rtada demak oqimtir markaziy payni hosil qilib beryapti. Mana bu yerda juda yaxshi berilibdi. Demak, bizlar ko'rib turganimiz, ya'ni bel qovurg'a uchburchagi, mana tepada ko'rib turganimiz esa demak tush qovurg'a uchburchagi old va orqa tarafda aniq demak ajratib ko'rsatilgan. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, pars sternalis juda ham katta emas, ya'ni o'sha tush qismidan boshlanyapti-da, bu ham demak diafragmani demak hosil qilishda ishtirok etyapti. Shunga ko'ra 3 ta qismdan iborat. Endi diafragmani faoliyati boya boshida ham aytib o'tdim, demak animatsion demak holatda sizlarga videoda yaxshi ko'rsatib berilyapti, ya'ni asosiy nafas olishda ishtirok etadigan mushakdan bittasi hisoblanadi. Qisqarganda demak gumbaz yassilanadi, ko'krak qafasi kengayadi va nafas olinadi, ya'ni o'pkaga ko'proq havo kirishiga sababchi bo'ladi. Endi masalan ko'krak qafasini oladigan bo'lsalaring, tekis holatda qisqarib kengaygani boshqa, agar yugursak yo kuchliroq nafas oladigan holatda bo'ladigan bo'lsak, diafragma demak ko'krak qafasini pastga tortadi, gumbaz tepaga chiqadida, demak o'pkaga kiradigan havoni, ya'ni tiriklik sig'imini ya'ni tashqaridan kelayotgan havoni ko'paytiradi, kirish sig'imini demak bizlarda kengaytirib beradi.